ikkita 7600 seriyasidan yasalgan rom konstruksiyasini ustiga turli og'irlikdagi yuklarni qo'yamiz. Bo'lmasa boshlaymiz. 7600 PVH seriyasi. Bugun aynan mana shu profilni biz turli test laboratoriya sinovlaridan o'tkazamiz. GOS 30673 talablari bo'yicha birinchi testimiz profilni minus haroratda 1 soatga muzlatamiz. Undan so'ng esa tashqi zarfga chidamliligi tekshiriladi. Xo'sh, profil yoriladimi, sinadimi yoki shikastlanadimi? Buni bir necha daqiqadan so'ng guvohi bo'lasiz. Profil minus 10 darajadagi sovuq havoda 1 soat muzlatilishi kerak. Oradan 1 soat o'tdi. Ana endi profillarni tekshirib ko'ramiz. Profil mana sinmadi, bu birinchisi. Demak, ikkinchisi yoriq, sinish holatlari yo'q. O'zingiz guvohi bo'lganingizdek, har 10 ta jarayonda ham profil biror marta na yorildi, na sindi, na shikastlandi. Demak, GOS 30673 talablari bo'yicha 7600 PVH seriyasi minus haroratga bardoshli. Payvandlangan PVH profillarining burchak namunasi mustahkamligini hozir tekshirib ko'ramiz. Aynan mana shu qurilma yordamida, demak, burchak namunasi bunga joylashtiriladi va yuqori bosimdagi kuch mana shu profilni pastga qarab ezadi. GOS 30673 talablari bo'yicha aynan mana shu kosa profillarining bardoshlilik darajasi, ya'ni 2000 newtondan kam bo'lmasligi kerak. Agar 2000 newtonga bardosh bera olsa, demak u GOS talablari bo'yicha yaxshi. Agar undan past bo'lsa, bu yomon. Ko'ramiz, 7600 seriyasi qaysi ko'rsatkichni qayd etadi. E'tibor bering, 4415 2 baravar yanada kuchliroq ko'rsatkichni qayd etdi. Qarang, aynan singan joyi e'tibor beradigan bo'lsanglar, mana shu chokdan to'liq yorilmagan. Bu aslida yaxshi ko'rsatkich. Agar mana shu chokdan to'liq singanida edi, bu yerda payvandlash yoki profilning strukturasi bilan bog'liq, uning geometriyasi bilan bog'liq muammolar borligini ko'rsatgan bo'lardi. E'tibor bergan bo'lsangiz, singan joyi profilda boshqa joyda. 7600 ikkinchi test laboratoriya sinovlaridan muvaffaqiyatli o'tdi. O'zbekiston issiq o'lkada, bizda yoz, chilla payti juda ham isib ketadi. Issiqda esa plastmassa mahsulotlari ular deformatsiya bo'lib, qiyshayib, issiqlikka bardoshliligini yo'qotadi. Biz maxsus qurilma orqali hozir 7600 seriyasining yumshash haroratini aniqlaymiz. Buning uchun mana shunaqa profildan biz mana bu shakldagi namunalarni tayyorlab olamiz. besh kilogramm og'irlikdagi toshni joylashtiramiz. Demak, yuqori darajada PVH profillarining yumshash darajasini aniqlash bo'yicha test o'z nihoyasiga yetdi.
oxirgi natija 87,3 gradusni ko'rsatyapti. Bu nima degani? GOZ talablari bo'yicha PVX profillari odatda 75 gradusdan so'ng yumshash darajasi ularda ruxsat etiladi. Ya'ni 75 gradus issiqlikdan keyin har qanaqa PVX profillari deformatsiya, egiluvchan, bukiluvchan holatda bo'lishi kerak. Lekin 7600 seriyasi 75 emas, 80 emas, aynan 87,3 gradusda u sekin yumshar ekan. Tushunishingiz uchun O'zbekiston sharoitida 40-50 gradusgacha harorat issiq bo'lishi mumkin. Lekin PVX profili bu haroratda hech qachon egilib, osilib qolmaydi, deformatsiyaga uchramaydi, yumshash xususiyati yo'q. Issiq harorat ta'sirida profilning yumshash testi bo'yicha 7600 PVX seriyasi zo'r natija ko'rsatdi. Kuchli yomg'ir, jala yog'ganda deraza tashqaridagi suvni uy ichkarisiga o'tkazib yuboradi. Bu esa xonadon egalari uchun biroz noqulay vaziyat. Hozir biz mana shu orqamda turgan PVX 7600 seriyasi qanchalik suvga bardoshli ekanligini tekshirib ko'ramiz. Orqada kuchli bosim bilan suv beramiz, ko'ramiz. Suv romning ichki qismiga o'tadimi yoki yo'qmi? Buni bir necha daqiqalardan so'ng guvoh bo'lasiz. Demak, mana shu karcher yordamida biz hozir testni boshlaymiz. Bahrom aka, qo'rqmayapsizmi? Tayyormisiz? Bunda boshladik. Suvmi? Yo'qmi? Davom etamiz. Mana chetlarida romni tepamiz, mana to'rka, aynan mana shu joylari. Bahrom aka, o'tyaptimi? Bormi og'riq? Yo'q. Mana Atilabda mana romni chetidan, to'rkaning joylaridan qo'ldan hoppa. Bahrom aka, o'tdimi suv? To'rkani o'tadiki. O'tsa mana to'rkani oralaridan, ko'chalardan o'tish kerak, lekin bizning profilimiz mustahkam bo'lganligi uchun va rejimi yaxshi bo'lganligi uchun suv o'tkazmagan, hech qanaqa suv miqdori tomchilab o'tmagan. Lekin atkosda ishlanmaganligi uchun, atkos qilinmaganligi uchun profili tagidan o'tishgan, bu o'tgan. Bu o'zi romdan emas, adashmasam profil bilan konstruksiya orasidan o'tyapti. Bu endi germetika qilinmagan, shuning uchun o'tganda, to'g'rimi? Bu shunchaki xotirilgan. O'zi odatda mana bunaqa katta bosimda jala yomg'ir yog'maydi-da, lekin jala yomg'ir, kuchli yomg'ir bo'lganda bu seriya bemalol uy ichiga suv o'tkazmaydi deb ayta olamizmi? Albatta, faqatgina suv yo'llarini to'g'ri ochilsa, to'g'ri kamerada teshilsa, hech qanaqa profilda muammo bo'lmaydi. Bahrom aka, biz hozir mana yangi chiqqan PVX seriyasiga 7600 crash test qilishda davom etamiz. Hozir buni ustidan biz suv quyamiz. Rom germetik jihatdan yaxshi bo'lsa, rezinalari yaxshi bo'lsa, rejim yaxshi bo'ladigan bo'lsa, suv pastga o'tkazish kerak emas. Shunaqami? To'ppa-to'g'ri. Bahrom aka, tomosha qilib turasiz. Qani? Hoppa, bismillah, hoppa. Hop, keling Bahrom aka, qarang. Pastki qismiga e'tibor beramiz. Bironta tomchi hali qarang, stolkan orasida yo'q. Men yana suv quyaman. Siz pastda qarab turasiz. Bormi yo'qmi? Mana suv to'ldiryapman. Stolkagacha bir xil bo'ladi. Juda ham ajoyib. Demak, qaranglar, hozir nima qilamiz? Ikkita 7600 seriyasidan yasalgan rom konstruksiyasining ustiga turli og'irlikdagi yuklarni qo'yamiz. Birinchi bo'lib Cobalt avtomashinasidan boshlaymiz. Bahrom aka, taxminan og'irligi qancha Cobaltni? Taxminan 1,5 tonnaga yaqin. Boshladik bo'lmasa. Qani aka, boshlang. Qo'ydi. Bahrom aka, men to'g'risi kutmadim. 7600 seriyamiz hozircha birinchi 1,5 tonna og'irlikdagi yukni ko'tardi. Bundan ham og'irini ko'taradi Jamshid aka. Ajoyib. Ana endi biz hozir Bahrom aka yuk og'irligini oshiramiz. Ya'ni 2 tonnali savatchadagi profillarimiz bor. Mana shuni 7600 rom ko'taradimi yoki yo'qmi?
Buni hozir birgalikda tekshirib ko'ramiz. Aka, boshladik. Bir yarim tonnani tekshirib ko'rdik, 2 tonnani tekshirib ko'rdik. Ana endi 3 tonna emas, 4 tonna yukni 7600 seriyadan yasalgan deraza rom konstruksiyasi ko'taradimi yo'qmi? Hozir guvoh bo'lamiz. Ketdik aka. Naq 4 tonnali yukka 7600 dan yasalgan rom ko'tarib berdi. Bu nimadan dalolat beradi? Mahsulotimizni yuqori sifatda yasalgani va profilimizni mustahkamligidan dalolat beradi. Cho'chimasdan katta konstruksiyalarni 7600 Engelbek profilimizda yasashsa bo'ladi. 4 tonnadan keyin stolkani ochib ko'ramiz. Ochib ko'ramiz, tekshirib ko'ramiz. O'zini asl holatidami yoki Asl holatida hech qanaqa ustida shuncha og'ir yuk bo'lsa ham bu deformatsiya bo'lmadi, o'zini geometrik shaklini o'zgartirmadi. Shunaqami? Albatta. Demak, 7600 seriyasi bo'yicha o'tkazilgan barcha test sinovlari muvaffaqiyatli bo'ldi. Va shu o'rinda bir narsani ta'kidlab o'tmoqchimanki, PVX 7600 seriyasi siz aziz mijozlarimiz uchun kelgusida uzoq yillar davomida o'z sifatini yo'qotmagan holatda xizmat qiladi degan umiddamiz. Akfa samaradorlik biz bilan.